Shoh, molni olib keldingmi? Ko'rinmayapti. Hozircha shunga pul bering. Katta partiyani tog'am o'zi bilan gaplashadigan bo'ldik. Boshliq ular dori bilan oldi-sotdi qilyapti. Qo'lga olamizmi yo? Tegmang. Yuraversin. Kattasiga boramiz. Xo'p bo'ladi. Tog'angizga ayting, puldan muammo yo'q. Hozircha shu molingizga yarasha pul beraman ekanda. Qaysi nomerda bo'laman? Aloqadamiz. Sog' bo'ling, Shohrubek. Ko'rishamiz. Xo'p, sizga ikkinchi topshiriq. Xo'p, Molni qabul qilayotgan odamni yaxshiroq kuzating. xo'p bo'ladi. Shu bilan shug'ullanamiz. O'zingiz sezdirib qo'ymang faqat. Assalomu alaykum tog'a. Alaykum assalom. Bu kechagi bergan mollarning puli. Sen oxirgi paytda katta mollar so'rab olyapsan. Orqangni tozalab yuribsanmi sen hozir? Hamma yo'qda o'zim kontrol qilib ketyapman, aka. Orqangni tozalab yurgan bo'lsang bo'ldi. Mol so'rashsa, menga aloqaga chiq, o'zim hal qilaman. Xo'p, Endi sen boshqa ishlar bilan shug'ullangin. xo'p bo'ladi tog'a. Ye? Sen ishda bo'lishing kerak edi. Berilma qilyapsan, tentak.